Assalomu alaykum azizlar. Men To'rayev Rustam, Yurtsiz School o'quv markazining tarix fani o'qituvchisiman. Sizlarga bugun 6-sinf mavzulari urug'chilik jamiyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu ma'lumotlar haqida sizgacha qisqacha batafsil ma'lumotni berishni boshladik. Mana qaraymiz. 6-sinfda urug'chilik jamiyati hisoblanadi. Dastlab odamlar mehnat qurollarini toshdan yasagan deb aytib o'tganmiz. Haqiqatan ham bu asr tosh asri deb ataladi. Shuning uchun ham arxeologlar, olimlar, antropologlar davrlashtirishga bo'lib hisoblab chiqishganlar. Misol uchun bularni birma-bir ko'rib o'tamiz. Endi bir nazar tashlaylik. So'nggi paleolit davri. So'nggi paleolit davri bu miloddan avvalgi 40-12-mingilliklarni o'z ichiga qamrab oladi. Ikkinchisi mezolit davri, ya'ni mezolit davri o'rta tosh davri. Mezoz o'rta, tosh, letosh so'zlaridan olingan bo'lib, 12-7-mingliklarni o'z ichiga oladi. Uchinchi davrimiz bu yangi tosh davri, ya'ni neolit davri hisoblanadi. Neolit davri miloddan avvalgi 6-4-mingilliklarni o'z ichiga qamrab oladi. To'rtinchi davrimiz, ya'ni mis tosh asri yoki eneolit davri hisoblanadi. Bu miloddan avvalgi 4-3-mingliklarni o'z ichiga qamrab oladi. Ana endi har bitta mana shu davrlashtirishimiz o'z ichiga voqea hodisalarni oladi. Ya'ni, misol uchun, so'nggi paleolit davrida bo'lgan voqea mezolit davrida takrorlanmasdir. Shuning uchun har bitta davrda bo'lgan voqealarni sizlarga alohida taqdim etishga harakat qilaman. Masalan, so'nggi paleolit davri. So'nggi paleolit davrida misollar, ya'ni dastlab so'nggi paleolit davrida Kramanion odami yashagan. Ya'ni Kramanion odami bu Fransiyaning Kramanion g'oridan topilgan hisoblanadi. Hozirgi qiyofadagi odam hisoblanadi. Keyin so'nggi paleolit davrida odamlar qarindoshlar jamoasi, ya'ni urug' jamoasiga birlashadi. Hamma baravarga ishlagan, mehnat qurol-yarog'lariga ega bo'lgan eng qadimgi qarindoshlar jamoasi bu urug' jamoasi hisoblanadi. So'nggi paleolit davri manzilgohlari esa Toshkentdan, ya'ni Toshkent vohasi Ohangaron Qo'lbuloqdan, Farg'ona vohasi Selug'ur manzilgohidan va yurtimiz Samarqand viloyatlaridan topilgan hisoblanadi. Keyin so'nggi paleolit davrida odamlar o'zlariga yashash manzilgohlarini qura boshladilar, ya'ni odamlar o'zlariga turar joy qurib olishdilar. Bu mana shu turar joylar so'nggi paleolit davrining eng katta ixtirosi bo'lib hisoblanadi. Odamlar urug' jamoasiga birlashdi, yana aytib o'tyapmiz. Endi so'nggi paleolit davrida insonlar hayvon terisidan kiyim-kechaklar tikib olishdi. Va oxirgisi, ya'ni so'nggi paleolit davrining eng asosiy ixtirolarini ham yozib o'tdik bu yerda. So'nggi paleolit davrining eng asosiy ixtirosi bu, ya'ni sun'iy olov kashf etilishi. Odamlar yog'ochni, toshni bir-biriga, ya'ni ishqalash natijasida sun'iy olov kashf etildi. So'nggi paleolit davrida toshga ishlov berish texnikalari ham ancha takomillashib bordi. Toshga ishlov berishda dastlabdan, ya'ni kesuvchi, ag'darovchi mehnat qurollaridan foydalana boshlagan. Keyinchalik odamlar bu davrda ham turli xil ziynat buyumlari yasay boshladi. Bu ziynat buyumlaridan misol keltiradigan bo'lsak, munchoqlar, uzuklar, tumorlar yasay boshlashdi. Bu so'nggi paleolit davrida bo'lgan voqealar hisoblanadi. Ana endi mezolit davri. Mezolit davri bu ikkinchi etapimizda. Mezolit davri aytib o'tdik 40-12-mingliklarni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'rta tosh davri. Mezolit davrida, ya'ni buyuk muzlik davri tugaydi. Bu muzlik davri qachon boshlangan degan savol tug'ilsa, muzlik davri ilk paleolitning oxirlaridan boshlangan edi. Asta-sekinlik bilan insonlar mezolit davriga kelib, o'q yoyni ixtiro qilishdi. O'q yoy. Endi o'q yoyga ega bo'lgan insonlar hayvonlarni ovlay boshladi. Endi hayvonlar ovlangandan so'ng birinchi bo'lib, ya'ni uy hayvoni hisoblanadigan hozirgi itni qo'lga o'rgatdi. Itni qo'lga o'rgatgandan so'ng odamlar endi oldingi qaraganda mo'l o'lja hosil olindi. Ya'ni uloqchalar, to'ng'izchalar endi yemasdan zaxira sifatida saqlanadigan bo'lib qoldi. Endi so'nggi mezolit davrida Old Osiyoda xo'jalikning yangi tarmog'i bu ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik paydo bo'lishi ham shu davrga tegishli. Savol tug'iladi, so'nggi paleolit davrida yurtimizda hozirgi kunda 100 dan ziyod manzilgoh bor. Bu manzilgohlar qayerdan topilgan? Bu manzilgohlar O'zbekistonning janubidan, Farg'onaning tog' va tog' oldi tumanlaridan hamda Toshkent vohasidan topilgan. Bu manzilgohlar Machak,
kabi manzilgohlarimiz hisoblanadi. Ana endi neolit davrimiz, ya'ni neolit davri bu yangi tosh asri, yangi davr deb hisoblanadi. Bu ham o'ziga 6-4 minutlarni qamrab oladi. Arxeologlar shunday aytishadiki, neolit davrining boshlanishini sopol idishlarning kashf etilishi deb belgilaydi. Haqiqatan ham to'g'ri. Neolit davrida sopol idishlar shu qadar yasalganki, buning ya'ni sopol idishlarning yutuqlarini aytishimiz ya'ni juda o'rinli hisoblanadi. Endi neolit davrida mezolit davrida ixtiro qilingan, neolit davrida qo'llangan mayda tosh qurollar, ya'ni mikrolitlardan foydalana boshlagan. Endi neolit davrida odamlar o'zlashtirish xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tdi. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik nima? Ishlab chiqaruvchi xo'jalik bu dehqonchilik va chorvachilik hisoblanadi. Endi odamlar doimiy o'zlariga turar joy, ya'ni manzilgohlar qurib olishdi va mana shu manzilgohlarni paxsadan qura boshladi. Ya'ni paxsadan imoratlar qurila boshladi bu davrda. Neolit davrida oftobda quritilgan yoki olovda pishirilgan idishlarning sohasi kulolchilik paydo bo'ldi. Kiyim-kechaklar tayyorlash sohasi esa to'quvchilik paydo bo'ldi. Mana shu kulolchilik va to'quvchilik neolit davrining eng muhim ixtirolari hisoblanadi. 4-etapimiz bu eneolit davri hisoblanadi. Eneolit davri. Eneolit davrida kelganda biz tarjima qilishimiz bo'yicha ham lotinchadan ham yunochadan olingan. Buning asosiy sababi nima degan savol tug'iladi. Chunki eneus, ya'ni lotincha mis, litos tosh so'zlaridan olingan. Shuning uchun ham eneolit davrimiz mis tosh asri hisoblanadi. O'zida 4-3 mingyilliklarning o'rtalarigacha bo'lgan yillarni qamrab oladi. Kishilarning, ya'ni metallurgiyaning rivoji kishilarning moddiy ma'naviyatini boyitadi bu davrda. Keyin miloddan avvalgi 4-minglikda voqea hodisalar sodir bo'ladi. Bulardan birinchi yetib to'xtatib o'tadigan bo'lsak, dastlab miloddan avval 4-minglikda qadimgi sharqda shahar va davlatlar paydo bo'ldi. Ya'ni mana shu eneolit davriga to'g'ri keladi bu. Keyin O'zbekistonning janubida sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik paydo bo'ldi. Eneolit davrida 4-minglikda O'zbekistonning janubida sun'iy sug'orishga asoslangan jamiyat paydo bo'ldi. Bu davrda insonlar hovlishdan ko'p xonali uylar qura boshladi. Keyinchalik kulolchilik xumdonlaridan ham foydalanish ishlari amalga oshirildi. Kulolchilik xumdonlarida qushlarning, yaproqlarning, o'simliklarning tasviri tushirildi bu davrga kelib. So'nggi paleolit davrida insonlar qalay, qo'rg'oshin, ruhni misga aralashtirib bronza hosil qilishdi. Mana shu bugungi darsimiz qisqacha mana shu ma'lumotlardan